Canım dostum dep so'qishandi ular. Ya en kızığı değmende. Üzən mi tamada, ayalın mı tamada bu kız qandaq so'qishdigini? Ye. Bu söz tugmaydigini. Uni to'xtatib aziz, endi men kelasi sahnaga chaqiradigan bir ajoyib bir to'plarimiz bor. Shularni men taklif qilsam, uni mashada o'tirgan butun tomoshabinlar. To'xta. Bir yerden ovoz chiqyapti. Men jut ketdim. Bir yerden ovoz chiqyapti. Yo, xatolashmang. Men To'xta davatma, bir yerden ovoz chiqyapti. qayerdan chiqdi? Men jut ketdim. Qani? Men jut ketdim. Xudoy Men jut ketdim. Xushim ish ketgini mening voy. Men jut ketdim. Bo'ldi, ket qoldi u. Mayağımı yıpıkken o. Men jut ketdim. Qani Allah qilmakdan. Cho'ng opa. Ne cho'ng opasi? Ha, chiq qiz. Hada. Hadi. Opa qiz. Singlim. So'ng bu yoqqa keling. Men jut ketdim. Oldiroq bo'lgani? Bu yoqqa keling. Men jut ketdim. Yaman qatı jut ketdim men. Choyliqlig'ini qizim? Men jut ketdim deyman. O sakramaga men tushib ketdim. Men jut ketdim ada qilayman. Bo'ldi. Yo'q, singlim, sadan ketay, tinching. Nima qilasiz? Men jut ketdim danlara. Qanday Qanday tushib ketdingiz? Bilmayman, men jut ketdim. Yo'q, siz nima qilasiz? Men jut ketdim. Men yaman qatı jut ketdim. Bu yoq ne qilasiz siz? Adamni izlayapman. Hadamni? Tushundim. Buni Konsert kelgan bo'lish kerak bu. hadingizdan keldingizmi? Adam mening bilan keldi, men adam bilan keldim. Yo'q, to'xtab turing. Hadingiz siz bo'p kim bilan keldinglar? Men adam bo'lib ikkimiz keldik. Voy, buni qiz rostla qotib To'xtabdi, bu tomoshabinlarimizning orasida hadisi borku. Badu, buni aranglarda, buni yeninglardagi kresloda endi jut ketgan kichikina o'roq chiroyli qiz yo'qmi aranglar? O'roq emas, men jut ketdim, rost kechiring. Yo'qmi hadisi? Yo'q. Yo'q. Aziz, buni yo'g'on to'poqdek singlim jut ketganmiz, men izlamatdim. To'poqdek deymi? Kiyikdekdi. Ha, kiyikdek. Ya bundaq meni ayolim jut ketadigan bo'lsa, men voобще izlamayman buni. Sen izlamaysan, senada chiqdi. Singlim, to'xta. Singlim. Singlim, opa qiz. Cho'ng opa, bu yoqqa keling. Men jut ketdim. Yaman qatı jut ketdim. На нервный почве ketib qolgan qo'shgan. Itin so'rag'ina, itin. Ismini so'rab boqayman. Sizning ismingiz kim? Bilmayman. Bilmayman. Bilmayman deganingiz nima? Senda uyingizda mutlaq o'yingiz yo'qmi? Oxirgi shkaribni bilmayman. Ha, shkarpi tepolmiz. Qaysi harf? Mama, uy, am. Am, to'xta. Uyg'urning ismida oxiri amga oyoqlashidan qanday otlabyapti aziz? O jiqqi Uyg'urning tilda amga oyoqlanadigan ismlarning birisi, misolga Patam. Patammi? Emas. Patam emas. Ha? Aminam. Aminam, yo'q emas. Ya bu Patam. Bu patammi? Chiroyli qotga biroq emas. Topdim. Ha? Mamam. Qini. Sova. Nimalara qo'shib ich ketdim meni uydan. Ey, singlim, Biz so'ni bu yoqqa keling. Tuflaymi? Maskan. To'xtabdi, o'zining Qo'shinni. o masi bilan ketdi-ku. 23 oy 8-marta ipagan. Shu vaqtda hadini sizni ko'tarib yurgan o'xshaydi-ku. Bu o'zi bundoq bo'lsa, hadisi qandoqdir deyman-da, prosta. So'nim sizni Yo'g'onam deb qo'ysak bo'lamdi ismingizni? Yo'g'onam? Chiroyli qotga. Yo'g'onam desak bo'lamda sizni? Daliringlar. Yo'g'onam, sizga bir so'rag'im bor. Yeshingiz qanchada? 45. Emas, конечно, de. 15. 15. 15 o'xshamaydi. Xuddi 45nikidek ekansiz. Shu. Yaxshi tursiz, 45 kerak, yaxshi tursiz. Men jut ketdim biroq. Yaman Qandoq jut ketganligini so'rab boqaylik. Qayerdan jut ketdi? Qandoq jut ketdi? Qaydan jut ketdingiz, singlim? Meni balkondan ishtiribdi. Meni kaynimdan ishtiribdi. Kaynimdan ishtiribdi? Hoy, Dilshod. Kayinda mana ishtirib aytgandi-ku. Yo'q, endi men kayn ishtaganki, mayli izla qoldimi deyman-da, ishtirib aytgan. Kayindan Balkondan ishtiribdimi? Ishtiribdi, ishplaslar meni bika. Xudoyim saqsin. Egiz balkondan yerga tushganda qandoqmi ovoz chiqqandi deyman-da. Baxada qilib bir chiqib ketgan. To'pla chiqibdi. Yaqinda qimidi. Ha. Pichik bo'ldi. Qandaq? Pichik bo'ldi.
pichiq bo'ldi emas, pichiq o'ldi dang. Aştak biraz buldu o bilmeyim ben. Немишке? Ben benim bir kötü iştirip ettik kaynımda kep. Yo'q, nimaga ishtirdi sizni? Birdir keldi. Töt adam oturduğun yalnız oturup sana iştirip etti beni yalnız. Voy, sadan ketsanlar, endi konsert kelgandan keyin bir joyimizga o'tirib ko'z ozmamdi. Konsert kelgen ki yitip görey dedim de konsertni. Yetmi ko'ram deydi. To'xtab, so'nim. Yiqroq keling, so'nim. Bıçakla bilen beni. Quchoqlab olay desam qo'lim yetmadi. So'nim, to'xtab turing. Sizni ishtiraydi, balkondan. Embey pichiq bo'ldi dedingiz tushganda. Siz shu vaqtda qattiq tushdingizmi yo yumshoq tushdingizmi? Yumuşak düştüm. Sebebim ben balkona çıkıp asılıp karsam bir adam yatadı. Voy xudoyim. Abang, skoriy pomishning ovozi anglangan tashbaliq keldimikin? Xudoyim. Kimni ostingiz qolganda, tirik qolmaydi degani. Amanqasi bo'ladi-ku, amanqasi bo'ladi. Yadak bir onlara. Ya, yo'g'onam, siz buni kayningizdan ishtirib atgan odamni bilamisiz? Bilmeyim bırak turun tonuyum eşik basan diken şey. Tuni taniysiz. Turun tonuyum ben. Itini bilmaysiz. Hiç bilmeyim ben. Yo'g'onam, to'xtab turing, sabr qiling. Hozir bizni bor rasmlarni ko'rsatib baqaylik sizga. Siz shularni turini taniysiz-ku. Tonuyum aka. Shulardan birisini agarda shu bo'lsa, siz deysiz-ku bizga. Bo'lamda? Deyman. Hozir ekranga diqqat qiling. Bu yoq turing. Bu televizor Ekranga diqqat qiling. Mana bizning xalqimizning riyosatchisi Baxtjon Sovurjon. Tonuyum aka. Meni şubat koykam ko. Sizning otangiz bormi bu? Meni yamayıyor da kuyda akam Men qarab beqma, o'xshaysiz. O'xshaydiki. Biroq akangiz emas sizni Ya ishlagan. oqsim ishtiramda. Kelasi rasmga qarab beqing. Nuriddin Gaziyev, mushumi sizni ishlagan? Ya koy, men iştegen ana bir sakal yok diye. Saqal burt yo'qdimi? Men iştekçen özden içini bir koyasın çok. Endi deyman. Bu xalqimiz xizmat qilayotgan talantli yigit. Bu ishtamgan bo'lsa, kelasi rasmga qarab baqaylik. Darvish to'piniki solisti Dilmurod Baxarov. Mashaq ishtadimi ya? Muş da iştet deyteyim ki yagan. Muş da esxel işteydi. Bırak iştemedi o muş iminna. Ishtamidi Yok sizni. emes. Unda bo'lsa kelasi rasmga qarab baqaylik. Nariman Ashirov. Uy, Mana, mushu işte mushundan chiqdi. Mush ishtiritdi-da. Bo'ldi saqam o'zingiz bilasiz. Mush Nariman ma sizni ishtagan. Yok. Balkonda çıkıp astım yatkan muş kıkaga düydü. voy, xudoyim saqsin. Ey, daryola hozir konsertdan keyin Nariman qiz vayni qilib ahvolni bilib qo'yaylik. Durust ahvolni qilib qo'yish kerak. Aziz menchi bo'lsa, bundaq bir-birlab ishtiramaydi bu qizni. Bir-birlab ishlaydi. Sen ishtiramaysan buni. Bu qizni Ishlaydi. gruppa voy, talpa ishlagan-ku. Ul aştak üçtüydü mu aştak buğan. Talpa ishladimi? Yo'g'onam, biz sizga hozir bizning to'plarning suratlarini ko'rsataylik. Mümkün bu sularning arsida birisi bor. Mehli. Qani kelasi rasm mana, musulmi? Urra. Qiyar. Grup qiyar mı ya? Qiyar mı? Qiyar. Sabankida sanırım gruppa qiyar emas, gruppa diyar. Diyar. Ben Muşlan'ın nakşını anlayayım edip geldim o konser. Mush konsertga. Qaç naqshni anglayman deb keldim. Nakşı yaxşı nakşı. O bazı kako. Onu diyar top etmeydi o. Diyar topa yahu yar degan naqshdan Wo aslan dep kelgen dedim. Bularning arsida qaysini yaxshi ko'rsiz? 1 2 3 4 5 6 7 8. Tötüncüsü yakıdı bana. To'rtinchisi, u yoqning to'rtinchisimi yo bu yoqning to'rtinchisimi? 1 2 3 4 5. Tötüncüsü. Mayaqdan ikincisi. Mayaqning ikincisi ya. Nurum Ahmedov. Nurum Ahmedov. Mushaqamda sizga? Nuri Krasa. O'zim daq bo'lgani bilan fokus yaxshi kerak buni. Ko'z yaxshi gap. Ko'z yaxshi. Dilshod, endi bugun Mayram. Mayramda bu qizning ko'nglini tushirib nima qilamiz, ha? Hadisini teperamdiq. İşleyen odamni teperamdiq. Idin topolmadik. İsmini topamdiq. Bugun sizga sizning ko'nglingizni ko'taraylik deb, mumkinchi bu shu siz yaxshi ko'radigan to'pni meshaga taklif qilib, shularning naqshisini yangratsak. Qana qaraysiz? Yaxshi bo'ladi, aka, yaxshi bo'ladi. Men anglasam bo'ladi, armanim yetatdim men. Hozir siz biz bilan sahna uchida keting, sahnaga diyar ansambl taklif qilamiz. Ondan keyin naqsh yetib bo'lgandan keyin ular bilan suratga tushib olasiz. Bo'lamda? Yaxshi bo'ladi. Bo'lamda? Aka, men abash qiling aka. Opaştım özümni götüremedime sizden götürmem ben. Endi hadisiga apash bo'lib yurgan qizda bu. Yo'lla kim apash qildi bu qizni? Bo'l, savol qiling. Asli biz chatga chiqib siz biz bilan chavoq chep ko'ring, sahnaga diyar to'pini qarshi olamiz. Marhamat qiling.